Viloyat qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi mas'ullari tomonidan Termiz shahrida qurilayotgan ko'p qavatli uylarda monitoring ishlari olib borildi. Aniqlangan kamchiliklar bo'yicha choralar ko'rilib, mas'ullarga zarur topshiriqlar berildi. Hozir shu haqida. Viloyat qurilish va uy-joy kommunal xo'jaligi sohasida hududiy nazorat inspeksiyasi mas'ullari Termiz shahrida barpo etilayotgan ko'p qavatli turar joy binolarida o'rganish ishlarini olib borishdi. Jarayonda qurilish inspeksiyasi inspektorlari soha mas'ullari bilan muloqot qilib, ularning obyekt qurilishida ishlatayotgan qurilish materiallarini ko'zdan kechirishdi. Qurilish ishlari sifatida loyiha talablariga rioya etilishiga hamda xavfsizlik me'yorlariga amal qilinishiga alohida e'tibor qaratildi. Shuningdek, qurilishda qo'llanilayotgan beton aralashmalarining sifati, armatura joylashuvi, shakl va mustahkamlik ko'rsatkichlari joyida o'rganildi. Qurilish sinov laboratoriyasi xodimlari tomonidan beton namunalarining mustahkamligi va zichligi maxsus asbob-uskunalar yordamida sinovdan o'tkazildi. Termiz shahar Farovon massivida 12 qavatli 180 o'rinli turar joy binosi nazorat ishlari olib borildi. Olib borilgan nazorat ishlariga kamchiliklar aniqlandi. Aniqlangan kamchiliklar bo'yicha hozir bajarilishi majburiy bo'lgan yozma ko'rsatma berildi. Bu kamchiliklar pardevorlar terishda g'isht terish ishlari loyiha asosida bajarilmagan, pardevorlardagi metal stoykalarda loyiha bo'yicha qo'yilmagan, o'rnatilish ishlari, yasalish ishlari shu bo'yicha loyiha bo'yicha qilinmagan. U bo'yicha ko'rsatma berilib, buzdirilib, joyiga bartaraf qilindi. Xavfsizlik texnik qoidalariga rioya qilinmaganligi aniqlandi. Bu bo'yicha yozma ko'rsatma berib, bartaraf qilish ishlari topshiriq berildi. Obyekt qurilishida yutuqli tomonlari alohida e'tirof etilib, tahlil natijalari asosida aniqlangan kamchiliklarni bartaraf etish va sifatni yanada oshirish yuzasidan mas'ullarga tegishli ko'rsatmalar berildi.